askarlar, bugun sizlar bilan yana Zinatulloh sizlar. Mana bu yerda o'ta ko'p tirbandlik. Bu oldidagi mashina ham yurmayapti. Iltimos, mana shu tirbandlikka turganimiz uchun juda layklarni bosib qo'yinglar. Mayani qaranglar, eng ko'p tirbandlik mana shu ketyapti. Obunachilar, iltimos, mana shu joyiga bitta laykni, podpiskani bosib qo'yinglar. Tezroq birga layk yoki birga podpiska yig'aylik. Iltimos, mendan zo'rlari ham ketib qolyapti. Mendan keyin ochgan ukalarim ham mendan o'tib ketdi. U yoqda svetofor biz mayyaga to'xtadik. O'ta ko'p nima, tirbandlik. Iltimos, mana shu joyiga bitta like tugmasi va podpiskani bosib qo'yinglar. Ya, ket. Oqayapti mashinalar, oqayapti. Mana. Mashinalar o'ta ko'p. Vatan taqdiri, yoshlar tarbiyasi, xalq qiladi. Vatan taqdirini yoshlar xalq tarbiyasi xalq qiladi. Mana. Yana tirbandlik ketdi, obunachilar. Ko'ryapsizlarmi? Yana tirbandlik. Shunaqa joylarga nimaga turib qolyapmiz desam? Ey Alloh, deyishim. Judayam ko'pachamda bu yerchi. Svetofor juda ko'pacham obunachilar. Bu yer shahar. Уже mayali ketdi, mashina oqayapti. Qarama qarshi yo'limizda mashina oqayapti. Tirbandlik yo'q olish uchun bitta podpiska bosib qo'yinglar. Ana dadaman zo'r minib ketarmidi? Chotki minyapti hozir. Iltimos, bittadan like va podpiska bosib qo'yinglar. Mana bo'ldi va shay tirbandlik yana oqayapti. Mahraqa qimmat mashinalar tushib qolyapti. Yonimizga yuboraylik desak, avariya deb turib jarima soladi. Ketdik bo'lmasa. Mana tirbandlik. Oldinroq videoga ololmadim-da. Mashinalar sig'may ketyapti, obunachilarim. Mashinalarim vashe sig'may ketyapti. Yana tirbandlik. Yana tirbandlik. Bir yashil ketdi mashinalari. Yarim minut berar ekan. 2 minutlar ichida ulgurmayapti. 18, 17, 16, 15, 14, 15, 14, 15, 4, 3, 2, 1. O'tib oldik obunachilarim. Bugun bo'lmasam biroq kommentimga yozinglar, zo'rroq o'yin deb. Asha ikkitasiga o'yinni asha aytgan o'yinlar chiqaraman. Number 19. Juda ko'p mashinalar. Dur. 3, 2, 1. Yaşa. 35 sekund verdi bu.
Ular bo'ldi. Mana ko'ryapsizlarmi? Yana tirbandlik. Xayrli mana aka. Yetadi bugungalikka zaryadni tugayapti, obunachilarim. Xo'p, hali yaxshi